Endi bu jaziramada shirinlik tayyorlash uchun duxovka ham, pech ham, hattoki qolip ham kerak emas. Uydagi qaymoqdan bo'shagan bankalarga siz nechta pirog xohlasangiz, shuncha bankaga bittadan tuxum, shakar, yog', xullas video tagida yozib qoldirilgan hamma masalliqlarni solib, oldin vilka yordamida, keyin banka qopqog'ini yopib, yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lganiga ishonch hosil qilgandan keyin xohishga ko'ra yong'oq, shokolad, har xil qo'shimchalar qo'shib, bankalarimiz qopqog'ini yopib, qozonga solib suv quyamiz. Shu joyda eslatib o'taman, shirinliklarimizni qaynab turgan suvga emas, aksincha hali qaynamagan suvga solamiz. Bo'lmasa bankalarimiz yorilib ketadi. Qozon qopqog'i yopiq holatda roppa-rosa 30 daqiqa qaynatgandan keyin shirinliklarimiz tayyor. Yanada mayinroq bo'lishi uchun issiq holatida ustidan 2-3 osh qoshiq sut quyamiz. Ustiga eritilgan shokolad quyib, shu holida qopqog'ini yopib, eng yaqin insoningizga ko'tarib ketsangiz ham bo'ladi. Retsept va jarayon sizga yoqgan bo'lsa, yurakchani bitta qizartirib, yaqin dugoningizga yuborib qo'ysangiz, xursand bo'laman. Tayyorlaganlarimiz yeganlarga shifoli, ibodatlarida quvvatli bo'lsin.